Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarısı da Kadir Roz, Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü ıslahı 2021 yıl. 9. ayının 2. günü haftaga çarşamba, hürmetli vatandaş. Vaziyet doğrusu da gep kılsak. Ben sizlerge vatandaşlarım evvel bir sual koyay. Sualımga cevap veringlar. Yoki ortak cevap berimiz. Şu sualımızdan elin çıkadigan xulosaning o'zi bugungi vaziyat. Masalan, biz sizlarga tunugunlarda leksiya so'zildik. Jungoning ichki qismidagi o'zgarish dedik. Bu o'zgarishga alayda qilib biz tunugun leksiya demedik. Hozir ichki qismida 7, 8, 9 masalaga mina duch keldi dedik. Bir yerde hayran kaldığım bir iş, bugünlerden, tünügi keçi değil, bugünlerden yüz bergen bir vaka. Hazır Rımırıba gazetinin kol astidagi yer şahri vaqt gazeti. Biz tünügün sizlarga so'zlagan leksiyaga qarshi bir leksiya yoki bir maqola e'lon qildi. Bu maqola nima desa, tünüginkisida biz nima degan edik? Bir nefer avtor mushundaq maqola yozib, her bir odam his qila oladi, tushuna oladi. Jungo hozir intayin chunqur o'zgarish davriga kirdi degan maqola ostida fikr qilg'uvchilar kayni-kayndan o'tirg'i chiqqan torbetlari, Guangman gazeti, shundaqla Rımırıba xalq gazeti, Markaziy xalq televiziya stansiyasi, Xinhua deganlar bularning hammasi kayni-kaynda bu maqolani e'lon qildi deganidir. Bugun endi yana shu Rımırıba'ning qo'l ostidagi yoki Xinhuaning qo'l ostidagi ikkinchi bir cho'ng gazet, balki markazga bevosita qarashli gazet. Sizga ma'lum yer shahri vaqt gazetining tahriri Xo'shijin nima deb maqola yozibdi desa, u yozgan maqolasida mundaq debdi: biri, vaziyatni xato tushunish, vaziyatni xato yetaklash, vaziyatni xato tushuntirish. Bularning hammasi shunda xato tizib ekilib, tunugunki kishining yozgan maqolasiga qarshi maqola e'lon qildi. Siz bundan hayron qolasiz. Men hayron qilib shuni sizga savol qo'yay dedim, hurmatli vatandosh. Birli gazet, Rımırıba xalq gazeti. Birli agentlik, Xinhua agentligi. Ning qo'l ostidagi ikki matbuot. Nomi boshqa, amaliyot hammasi bir matbuot. Partiyaning organ gazeti, Jungo partiyasining, lekin hammasi bir atalishli ikki matbuot. Birisi Rımırıba xalq gazeti, yani birisi yer shahri vaqt gazeti. Mushundaq vaqtda o'zaro bir-biriga qarshi fikr qildi desa, partiyaning organ gazeti biri-biriga qarshi fikr qildi desa, vatandoshim, siz qanday o'ylaysiz? Demak, partiyaning ichki qismida nima bo'layotdi Jungoda? Jamiyatda nima bo'layotdi Jungoda? Jungo bilan bo'lgan munosabatda, xalqaro hisobda nima bo'layotdi hozir dunyoda? Mushlarni yig'ib kelganda ziddiyatlarning portlash nuqtasi neda? Partiyaning ichki qismidami? Va yoki Junxayning o'zidami? Yoki 7 kishilik hay'at doimiy komitet a'zolarining ichidami? Ziddiyat qayerdan portlaydi? Bunaqa siz hayron qolasiz, hurmatli vatandoshim. Dal mushundaq vaqt hozir yetib kelgan ikki parcha maqola yoki sizlarga so'zlaydigan ikki parcha leksiya. Buningda nima deyildi desangiz, birinchisi Yevropa ittifoqi hozir zo'r darajada o'zgarish hosil qilib, Tayvan bilan bo'lgan munosabatda Yevropa ittifoqi 27 davlat Tayvanda vakolatxona qurdigan bo'ldi. Litvaning ishi ayada kichikroq ish bo'lib qoldi endi, lekin Litva boshlab deyli kichikroq ish bo'lib qoldi. Ikkinchisi hozir Angliyada yuqori darajalik olimlar, mutaxassislar, professorlar, bir necha 10 odam, bir necha mutaxassis, bir necha olim Londonda, Angliyada bir muhokama yig'ini ichib,
Mesela 3-cü günüdün 4-cü günü gidek. Muhakeme yığını açıp məxsus Uygurlar doğrusu toxtaldı. Görüp bolduğunu anlap bolduğunu şuna olsun. Uygurlar doğrusu toxtalğanda biz paketlerini, delillerini hemmisini oturup koyup bolduk. Endilektiki gep qandaq hareket kullanış. Ben bilgisizler, muşa tağırda leksiya anlayışlar. Birincisi, bunun içindeki bolup mu birincisi, hazır matbuat sahasında, Congo'da elişiş başlandı. Bu kimnin göz karışı? Mesela bunaktan, Rımbırıbağ'ın göz karışı, bu kimnin göz karışı? Yerşarı vakt gizinin göz karışı, bu kimnin göz karışı? Bu acayiplendiğin bir iş oldu vatandaş. Göz karış birbirine karma karşı, ondaqda bu göz karışlar kimden? Kimnin göz karışı? Ziddiyet müşaheden başlandı meşruak değil ki vatandaşım. Azər Congo Kompartiyasının zaval yüzlenişi yakı gumran buluşunun tüncü kademi başlandı desiniz buldu. Muşu matbuat altıdın. Başkası koyup durun. Muşu matbuat altıdın şunu görüp alırsınız ki Congo Kompartiyasının gumran buluşunun birinci kademi, tüncü kademi başlandı dedi.